Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonida aholining tabiiy va suyultirilgan gaz bilan uzluksiz ta'minlanishi dolzarb masalalardan. Bu borada gaz ta'minoti korxonalari tomonidan gaz quvurlarini yangilash, yagona tarmoqqa birlashtirish hamda suyultirilgan gazni aholiga uzluksiz yetkazib berish bo'yicha qator amaliy ishlar olib borilyapti. Mavzuga hududlarimiz misolida to'xtalamiz. Joriy yil hisobida 2025-yilda mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish manzilli dasturiga asosan Buxoroda 122 kilometrdan ortiq gaz quvurlari rekonstruksiya qilindi. 1300 kilometrga yaqin gaz quvurlarida esa havo bosimi yordamida tozalash ishlari bajarildi. 646 kilometr gaz quvurlari bo'yoqlandi. Shuningdek, 77 ta gaz maromlash punktlari qurilmalari mukammal ta'mirlanib, 4687 tasida taftish ishlari bajarildi. Xususan, viloyatda reja asosida Jondor tumanidagi 20 mingga yaqin iste'molchining tabiiy gaz ta'minotini yanada yaxshilashga erishilmoqda. Rekonstruksiya ishlaridan asosiy maqsad gaz tarmoqlaridagi behuda yo'qotishlarni qisqartirish va iste'molchilarga barqaror gaz yetkazib berishga qaratilgan. Aholining 18075 tasiga 2 bosqichli tizimga o'tkazildi. Bundan tashqari, shu aholi xonadonlari, ulgurji iste'molchilar, sanoat korxonalarida o'rnatilgan nostandart gaz jihozlarini tejamkorga almashtirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunga qadar 26140 ta nostandart gaz jihozlari tejamkor xavfsiz gaz jihozlariga almashtirildi. Buning natijasida 11 million kub gaz iqtisod qilishga erishildi. 35,4 kilometr gaz quvurlari modernizatsiya qilindi. Jondor tumanining o'zida 20 mingdan ziyod aholi xonadonlarini tabiiy gaz bilan ta'minlovchi yuqori bosimli gaz quvuri yer ostidan yer ustiga chiqarilib, ishga tushirildi. Buning natijasida 1,571 metr kub gaz iqtisod qilishga erishildi. Buxoro viloyati Jondor tumani iste'molchilarini tabiiy gaz bilan ta'minlovchi kesimi 530 mm li yer osti gaz quvuri rekonstruksiya qilinib, uning o'rniga yer usti 325 mm li gaz quvuri tortildi. Umumiy hisobda 14 km yaqin gaz quvuri yangilanib, natijada 34 ta mahalla gaz ta'minoti yaxshilandi. Mana Jondor fuqarolar yig'iniga 70-yillarga gaz o'tkazilgandi. 50 yildan ortiq bu gaz yerini ostidan o'sha quvurlar chirigan. Yana bu yerda xalqimizga, ba'zi bir chekka qishloqlarga gaz bosimi juda qish paytlarida ayniqsa kam bo'lar edi. Mana shuni hozirgi kunda 7 kilometr joyini yer ostidan yer ustiga chiqarildi. Bu albatta o'sha uzoq qishloqlarda gazni borishi, gaz taqsimoti juda tekis, ya'ni bir tekisda bo'lishni ta'minlaydi. Prezidentimizga juda katta rahmat. Mana shuncha katta ishlar qilindi. Bundan xalqimiz albatta minnatdor. Bunday keng ko'lamdagi tadbirlar viloyatning barcha tuman va shaharlarida amalga oshirildi. Namangan viloyatida ham shu yilning o'zida 129 kilometr qo'shqator tarmoqlarni demontaj qilish va tartibga keltirish rejalashtirilgan bo'lib, tarmoq 60 kilometr masofada yagona gaz tarmog'iga aylantirildi. Natijada yana 11 mingta xonadonda gaz ta'minoti barqarorligiga erishildi. Ayni kunlarda bu boradagi amaliy ishlar Namangan shahridagi 7 ta mahallada ham tashkil etilgan. Ushbu mahallalardagi jami 14,7 kilometr qo'shqator tarmoqlari 6,5 kilometr masofada yangi yagona gaz ta'minoti tizimiga o'tkazildi. Natijada ushbu mahallalarning o'zida qariyb 1200 ta xonadonda ta'minot yaxshilanishiga sharoit yaratildi. Gaz ta'minotini yaxshilash maqsadida mehribonlik, kurashxona, yangi asr, taraqqiyot, O'lolizor mahalla hududidagi gaz tarmoqlarini shu bitta tizimga olishlarni amalga oshirmoqdamiz. Hozirgi bu yangi asr mahallasidagi jami 990 ta xonadon bo'lib, shundan 620 ta xonadon qo'shqatorga tortilgan yagona tarmog'i shu diametri 159 bo'lgan tarmoqqa o'zgartirishlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida ana shu 620 nafar aholi xonadonlarining gaz ta'minoti yaxshilandi. Mana bizda hozir gazlarimiz yangi tortildi. Mahallada misol 6 ta 5 ta mahallalarimiz trubasi chuvalanayotganda hozir hammasini bittaga qilindi. Gazlarimiz hozirgi holatida yaxshi yonitdi. Orqa ko'chalardan ham bizdan keyingi mahalladan ham etagidan ham biz telefonlashib bog'landik. Gazlarimiz zo'r yonitdi. Yaxshi, bizniki ham yaxshi bo'ldi degan gaplarni gapirishdi. Ta'minot gazimiz bo'lsa bizga hammamizga sharoit yaxshi-ku, hammamizga oson. Shundan minnatdormiz, yaxshi bo'lganligidan. Ahamiyatlisi bu kabi amaliy ishlar viloyat bo'ylab barcha mahallalarda bosqichma-bosqich tashkil etilyapti va ayni tizim asosida gaz ta'minoti aqlli tizimga o'tkazilmoqda.